Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 12 noyabr Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilganligining 91 yilligini, Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 80 yilligini xotirlash faoliyatining Amerika Davlat Majlisida o'tkazilishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Bu Amerika tarixida Sharq Turkiston Cumhuriyet kunining tunji qatim Amerika Davlat Majlisida o'tkazilishi bo'lib, kuzatuvchilar bu hodisani Uyg'urlarning milliy irodasining va mustaqillik bo'lgan orzusi va talpinishining ro'shan namoyandasi deb qaramoqda. Amerika Uyg'ur birlashmasi tarafidan uyushtirilgan Cumhuriyet kunimizni xotirlash faoliyatiga Amerika Davlat Majlisining a'zolari, hukumat amaldorlari, kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, tarixchilar, tadqiqotchilar va Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakat tashkiloti, Uyg'ur akademiyasi va Uyg'ur tadqiqot markazi qatorliq Uyg'ur tashkilotlarining asosli mas'ullari ham a'zolaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Xotirlash faoliyatida Uyg'urlarning qisqacha tarixi, sin ko'rinishlar orqali tafsiliy tanishtirilib o'tildi va Uyg'urlarning tarixdan buyon ko'plagan imperiya va davlatlarni qurib, o'z-o'ziga xo'ja bo'lib yashab kelgan bir millat ekanligi, yaqin tariximizda mustaqil ikki jumhuriyatni qurib chiqqanligi va 1949-yili kommunist Xitoy hokimiyatining ishg'oliga uchraganligi jonliq misollar orqali sharhlab o'tildi. Amerika Davlat Majlisining sobiq raisi va navbatdagi Avom palata a'zosi Nancy Pelosi xonim faoliyat qilgan so'zida Uyg'urlarning Cumhuriyet kunini tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga, Xitoy hokimiyatining navbatda Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini qattiq aybladi. Nancy Pelosi xonim so'zining beshida Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimning bu qatim Bosniyada chaqirilgan 8-chi navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyida rahbarlik vazifasiga saylanganligini tabriklaydiganligini ifoda qildi. Faoliyat jarayonida hozir qadar Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning ma'qullanishida turkilik muhim rol o'ynab kelgan va Amerika Davlat Majlisida har zaman Uyg'ur xalqining ovozi bo'lib kelgan qadrli Nancy Pelosi xonimga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytilib, to'n kiydirildi. Yig'inda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakat tashkilotining qurg'uvchi rahbari Roshan Abbas, qurultayning oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, shundaqla bu qatimqi faoliyatni uyushtirgan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir qatorliqlar yig'inda qilgan so'zlarida faqatla Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash uchun bu yerga yig'ilmaganliklarini, balki muhojiratlik Uyg'urlarning milliy irodasini namoyon qilish, shundaqla Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning chiqarilib ijro qilinishiga vasila bo'lgan Amerika Davlat Majlisiga va Uyg'urlarga yaqindan hissashlik qilib kelgan va Uyg'urlarga ko'ngil bo'lib kelgan Amerika Davlat Majlisi a'zolariga Uyg'ur xalqi nomidan rahmat aytish uchun to'planganliklarini ifoda qilish bilan birga, Xitoyning jiddiy irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqi uchun Cumhuriyet kunining to'limi ahamiyatli bir kun ekanligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakat tashkilotining qurg'uvchi rahbari Roshan Abbas xonim faoliyat qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Amerikaning sobiq hukumati va hozirgi hukumatiga alohida rahmat aytaman. Chunki ular Uyg'ur majburiy amlikiga va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi turishning ham Xitoydan hisob so'rashning xalqiliq yo'lini dunyoga ichib berdi. Biz bu jihatda ilib berilayotgan xizmatlarning davomli kengayishini umid qilamiz. Insoniy haq-huquqlar hargizmo savdo-sotiqning vositasiga aylanib qolmasligi, balki hech bir murassassiz holda qo'g'dilishi kerak. Amerika Davlat Majlisining hurmatli a'zolari Xitoyning mas'uliyatini surishtirish uchun kech-kun izlab tirishchilik ko'rsatdi. Bu Uyg'urlarning ko'rish uchun kuch-quvvat baxsh etdi. Men hozirgacha Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur do'stlik guruhiga a'zo bo'lib kirmagan majlis a'zolarini bu guruhga kirishini va bu mustahkam birlik safini yanada zo'raytirishni umid qilaman. Bizning harakatimiz faqat Uyg'urlar uchun emas, balki haqiqiy bir erkin dunyoni barpo qilish uchundir. Biz hammamiz ittifoqlashib, Beijing hokimiyatiga shuni aniq chaqirishimiz kerakki, amdisining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana davomlashtirishingga asla yo'l qo'ymaymiz. Roshan Abbas xonim so'zining oxirida mundaq deb ko'rsatdi. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan ikki jumhuriyatimizning ro'yini mangu davomlashtiramiz. Shuningga ishonchimiz komilki, biz hamon bir kuni Cumhuriyet kunimizni vatanimiz Sharq Turkistonda qutlaqlashga noil bo'lamiz. Uyg'ur xalqi haqiqiy erkinlikka erishmaguncha va xalqimizning asosiy haq-huquqlari kapolatga ega bo'lmaguncha kurashimizdan aslo voz kechmaymiz. Bu qatimqi faoliyat jarayonida yana Amerikadagi vatanparvar moyir san'atkorlarimiz tarafidan Uyg'urcha san'at nomerlari taqdim qilindi.
12 noyabr kuni yana Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining uyushtirishida va necha yuzlagan qarindoshlarimizning ishtiroki bilan Istanbulda Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 91 yilligini, Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 80 yilligini xotirlash murosimi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Osiyo ishlari komitetining uyushtirishida Tokioda Cumhuriyet kunini xotirlash to'r muhokama yig'ini, Shveysariya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishida shehidlarimizni yod etish faoliyati o'tkazildi. Uningdan boshqa yana Kanada, Avstraliya va Yevropaning boshqa ellardimi o'xshamagan shakllarda Cumhuriyet kunimizni xotirlash faoliyatlari uyushtirilib, muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizning mustaqillik bo'lgan orzusi va tashnaligi yana bir qatim namoyon qilindi. 12 noyabr Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi va Uyg'ur akademiyasining bosh raisi Dr. Rishad Abbas, qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchi rahbari Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislardan tarkib topgan hay'at Amerika Tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, Tashqi ishlar ministrligining munosabatlik mas'ullari va xodimlari bilan Uyg'ur masalasining navbatdagi yuzlanishi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Xitoyning muhojiratga Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan bostirish qilmishlarini to'sib qilish uchun xalqaro sahnalarda elib berishga tegishli jiddiy xizmatlar haqida 2 soatga yaqin suhbat elib bordi. Roshan Abbas xonim suhbat jarayonida bu yil 10 oyning 24 kunidan 27 kunigacha Bosniyada chaqirilgan 8 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi va qurultayning demokratik usulda elib berilgan umumiy saylimi haqida ma'lumot va tushuncha berish bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultiyining Amerika hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talab va orzularni o'ttirib qo'ydi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining mudiri va Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtnur Abdurahim xonim 9 noyabrdan 12 noyabrgacha Yevropa Dunyo Tinchlik ayollar birlashmasi tarafidan Polshada chaqirilgan xalqaro muhokama yig'iniga taklif bilan qatnashib, dunyoning har qaysi ellardan kelgan ayollar tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillariga navbatda jiddiy davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, bo'libmi Uyg'ur ayollari duchor bo'layotgan chidg'usiz va dahshatli fojialar haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berish fursatiga erishdi. Mazkur xalqaro munbarda Baxtnur Abdurahim xonimga Yevropa Dunyo Tinchlik ayollar birlashmasi tarafidan Dunyo Tinchlik elchisi nomli sharafnoma taqdim qilindi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida uzun yillardan buyon Uyg'ur xalqining erkinligi, hurligi va milliy mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida tinimsiz kurash qilib kelgan va bu sharafli yo'lda zo'r fidokorlik ko'rsatib kelgan Baxtnur Abdurahim xonimning Dunyo Tinchlik elchisi nomli sharafnomaga erishganligini qurultay nomidan qizg'in tabriklaydiganligi va buningdan cheksiz iftixorlanganligini ifoda qildi. Dunyoning har qaysi joylaridagi o'nlagan parlament a'zolari BDTning musofirlarning kishilik huquq ishlariga mas'ul komissarga xat yozib, Taylandda 10 yil tutib turilgan 48 Uyg'ur panohlik tilguchining bexatarligiga kafolat qilishni talab qilgan. Angliya mustaqillik xabar to'rining 11 noyabr bergan xabarda aytilishicha, Xitoy ishlari parlamentlar birlashmasining a'zosi bo'lgan 26 parlamentning 50 tak a'zosi BDTning musofirlarning kishilik huquq ishlariga mas'ul komissari Filippo Grandiga birlikda xat yozib, 48 Uyg'urni Xitoyga qat'iy qaytarmaslikni talab qilgan hamda ularning Xitoyga dasigan hamon ziyonkashlik uchraydiganligi, turmaga kirdiganligini, hatto uningdan og'ir jazoga uchraydiganligini eskartgan. New York vaqti gazetining hafta oxiridagi dokladida qayd qilinishicha, Taylandda tutib turilayotgan Uyg'ur erlari 25 yoshdan 50 yoshgacha bo'lib, turayotgan sharoiti intayin nachar ekan. Shu sababdan 10 yil ichida ilgari keyin bo'lib, bir qancha Uyg'ur vafot bo'lib ketgan ekan. Hozir tutib turilayotganlarning tuqqanlari, advokatlari yoki boshqa advokatlar bilan aloqalashi ma'ni qilingan bo'lib, ularga boshqa tutqunlarga o'xshamaydigan davolash o'lchami qo'llanildi ekan. Taylandda 10 yildan beri qamoqda yetayotgan bu Uyg'urlar o'z elida ziyonkashlik uchragandan keyin Taylandga qochib ketgan 350 atrofidagi Uyg'ur musofirning bir qismi bo'lib, ulardan 172 ayol va bola Turkiyaga avatilgan. 109 kishi majburiy holda Xitoyga qaytarilgan edi. Angliya, Kanada, Yevropa parlamenti, Ukraina, Germaniya, Tayvan va Shveysariya qatorliqlarning parlament a'zolari Filippo Grandiga yozgan xatida biz aş Uyg'ur erlarini o'rinlashtirishni xohlaydigan chet el hukumatlari cho'qim chiqadi deb o'ylaymiz degan. Ular xatida 48 Uyg'urni o'rinlashtirishga tayyorlangan davlatlarning mavjudligini oshkorlab, aloqador organlarni ularning o'rtaqlashishiga qulaylik yaratib berishga chaqirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.